5 ta sun'iy intellekt instrumenti men o'zim kundalik o'zim biznesimda va mijozlarimizning bizneslarida ishlatamiz va oyiga minglab dollar xarajatlarni tejashga kamida 5 ta odamni o'rnini bosishga yordam beradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib boring, chunki har bir sun'iy intellektni o'zini ishlatish o'rni va qonun qoidalari bor. Agar siz to'g'ri ishlatsangiz, rostdan ham unumdorligingizni 10-15 karragacha bemalol oshirsangiz bo'ladi. AI bu sehrli tayoqcha emas yoki Olodning sehrli chirog'idagi jin emas. U sizni ishingizni o'zi borib bitirib bermaydi. Siz uni to'g'ri boshqara olishingiz kerak. To'g'ri boshqara olsangizgina rostdan ham 5-10 barobar yoki 100 o'rningizga 5 ta 10 ta odam ishini bemalol bajaradigan darajada ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, unda ketdik. Birinchi instrument bu nomini aytmay turaman. Ko'pchilik sun'iy intellekt deganda ChatGPTni tushunadi va uni ishlatishadi kundalik sun'iy intellekt sifatida, lekin undan ham karra kuchliroq sun'iy intellekt bor va uni nomi Claude. Claude tahlilga, chuqur analizga, tadqiqotga, xullas kalom murakkab ishlarga ChatGPTdan ancha kuchliroq. ChatGPT ko'proq ijrochi xodimga o'xshasa, Claude sun'iy intellekti ko'proq konsultantga o'xshaydi. Xuddi sizni tasavvur qiling, konsultantingiz. O'zi biznesda sizga hamma ha aka zo'r, xo'p deb turib ishlaydi. Claudening farqi, ChatGPT ham xuddi shunaqa ishlaydi. Claudening eng katta farqi bu sizga yo'q deb argumentni keltirishni biladi. Ya'ni haqiqiy mutaxassisga o'xshab sizga yo'q deyishni biladi. Farqini yaqqol misol bilan ko'rsatib bermoqchiman. Mana hozir kiramiz. Claude'ga bizni bozorni tadqiqot qilish uchun prompt berdik, ya'ni matn berdik. Men Toshkentda uy tozalash xizmatining bu tayyor prompt. Endi o'zingizlar keysingizga moslab nimadir qilsanglar bo'ladi. Tahlilga oid narsalarni mana prompt berdim. Claude 9 daqiqada 169 ta havolani aylanib chiqib, meni o'rnimga O'zbekiston bozorini cleaning, ya'ni uy tozalash xizmati bo'yicha analiz qilib chiqdi va mana o'zingizlar ko'ringlar, bergan tadqiqotini uzun menga tadqiqot bergan. Buni 169 ta havolani siz qachon qilib chiqasiz? Va oxirida mana bozor narxlari qanaqa, pozitsiya qanaqa bo'lishi kerak marketing tomonidan, bo'shliqlar nimada, sifat qanaqa, qaysi joyga biza kirsak bo'ladi, qanaqa biznes modeli bilan kirish kerak, to'liq biznesni boshlash uchun bizga katta xulosa berdi. Endi mana GPT'ni ko'ramiz. GPT berganniki 34 sekund o'yladi. O'zi ChatGPT'da ham, Claude'da ham tadqiqot rejimi bor. Uni bosib qo'ysangiz sizga chuqur analiz qilib beradi. Negadir ChatGPT'ni chuqur analiz ishlamadi, Claude ishladi. Shuning uchun oddiyroq rejimdan foydalanishga majbur bo'ldim. 34 sekundda qilib berdi va ancha sayoz ishmani ko'rasizmi? Farqi aytganimdek, oddiy xodimga ish buyurish bilan haqiqiy konsultant mutaxassisga ish buyurishi orasidagi farqni mana qisqa aylantirsak ham, scroll qilsak ham tez pastga tushib qolamiz. Bu yerda uzun hujjat beradi. Bu bizga 34 sekundda javob bergan, 127 ta resursga aylanib chiqibdi. Men bitta misol ko'rsatim xolos. Aytganimdek, Claude'da siz chuqur tahlilga oid, mantiqqa oid, analizga oid ishlarga, murakkab ishlarga ishlatadigan bo'lsangiz, haqiqatda xuddi konsultantga o'xshab PhD darajasida, magistr emas, PhD darajasida sizga javob beradi. Men orqasida texnik qismlarga kirib o'tirmadim, chunki bu o'zi video tadbirkorlar uchun, top menejmentdagi insonlar uchun mo'ljallanganiga ichi kirsam video uzun bo'lib ketadi. Agar obuna bo'lib qo'ysangiz, ko'plab yig'adigan bo'lsak, buni alohida video qilib, yana har bitta instrumentisiga ichiga chuqur kirib chiqadi. Ikkinchi instrument bu ChatGPT. Hamma ishlatadi, lekin qanaqa ishlatishni oxirigacha bilmasligingiz mumkin. Asosiy Claude'dan farqi, ChatGPTni siz soft skill, ya'ni yumshoq ko'nikmalarga, hissiyotga aloqador nima bo'lishi mumkin? Marketing, HR, shunga o'xshagan mavzularda ishlatsangiz bo'ladi. Men o'zim ham shu mavzularda ishlataman. Bundan tashqari, rasm generatsiya qilishga ishlatamiz biz, ya'ni ijtimoiy tarmoqqa qanaqadir rasmlar qo'yishimiz kerak, bayram kunlarida yoki YouTube mana video qo'yamiz, hozir orasida ko'radigan deyarli hamma rasmiylarni biz ChatGPT generatsiya qilib ishlatamiz. Undan tashqari men asosan ChatGPTni matn bilan ishlashda ishlataman. Misol uchun content yozish. Mana hozirgi YouTube'ga gapirish uchun o'zimning skriptimni, ya'ni matnni yozib olish uchun ham ChatGPTni ishlatdim. Instagram uchun, Telegram uchun, saytda qanaqadir maqolalar yozish uchun, contentni yozib chiqish uchun kreativ narsa-ku, hissiyotga aloqador narsa-ku. Bu qismda ham biz asosan ChatGPTni ishlatamiz. Sodda qilib aytganda, Claude o'z ishlatib ko'rgan bo'lsangiz yoki ishlatib ko'rsangiz, sal taxtaroq yozadi. ChatGPTni yozgan matnlarni maza qilib o'qiysiz. Bir qanaqadir hissiyot bor, qanaqadir boshqacha tartib bor. Aytganimdek, hissiyotga aloqador narsalarga ChatGPT. Keyingi sun'iy intellekt instrumenti bu Dia degan brauzer. Ko'pchilik Safari, agar Mac'da ishlatsangiz Safari ishlatishadi,
agar Windows bo'lsa Chrome ishlatishadi brauzer sifatida. Menga u brauzerlar yoqmaydi. Birinchi sababi dizayn. Mana hozir ko'rsaman, ekranni ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu brauzer o'ta ortiqcha elementlarsiz, hech qanday ortiqcha element yo'q. Yopib qo'ysangiz faqatgina mana aytaylik veb-sayt o'tirganingizda YouTube'da farqi yo'q. Brauzer nima o'rganadigan bo'lsangiz, faqat o'sha ichidagi kontentni o'zini ko'rsatadi. Veb-saytni o'zini ortiqcha elementlarsiz. Mana ko'rasizlarmi? Ortiqcha narsa yo'q umuman. Oynalarni ham ko'rsatmayapti. Misol uchun Chrome'da tepasida 3 qavat narsa turadi mana shu yerda. 3 qavat narsa sizni chalg'itib turadi, ekranni siqib. Menga ortiqcha narsalar yoqmaydi, iloji boricha toza narsa ishlatishga tashqi ko'raman. Birinchi sabab shu. Ikkinchi sabab, bu yoqda oynachalar chapda joylashgan. Va ularni siz gruppirovka qilib, ichiga papka qilib turib joylashtirsangiz bo'ladi. Endi men shuni ko'proq kompyuterga aloqador bo'lgani uchun menga organizatsiya, ya'ni narsalarning tartibli bo'lishi juda ham muhim. Tartiblashga bu juda ham qulay. Uchinchi farqi, bu brauzerda sun'iy intellekt ichiga integratsiya qilingan. Siz xohlagan saytingiz bilan xuddi odam bilan gaplashgandek gaplashsangiz bo'ladi. Misol uchun, YouTube'da video ko'rasiz, sizga qaysidir savol qiziq, 2 soatlik video, uni orasida hammasini eshitib chiqishga kimning vaqti bor? Aytaylik, savol berib YouTube'dan siz kerakli joyini sug'urib olsangiz bo'ladi. Misol uchun men hozir ko'rsataman. Videoni ichidan eng muhim nuqtalarni ayt. Berdik. Bu YouTube'dagi videoni matnini o'qib, 1 soatlik videoning matnini sizga hozir shunga asoslanib javob beradi. Bu hozir hali bo'lguncha men yana bitta foydasini aytib o'taman. Impulsiv savollar, birdaniga xayolga kelib qoladigan, ishda kerak bo'ladigan savollarga men ChatGPT umuman ishlatmay qo'yganman. Google ham ishlatmayman. Mana shu brauzer o'zida Command T yoki Ctrl T ni bossangiz yangi oyna ochib beradi. Yangi oynaning ichidan men o'zim kerak bo'lgan savolni yozaman va shu o'zdan javob olaman. ChatGPT ga uchun kirib uni bosib, yozib o'tirishingiz kerak. Unga qat'iyadir kirasiz, bir necha qadamdan iborat bu yerda ikkita knopka bosasiz, sразу savolingizga javob olsangiz bo'ladi. Mana javob chiqdi. Qaranglar, bizga eng muhim qismini qilib berdi. Alohida eng qizig'i veb-sayt ko'rinishida bizga yozib beradi. Startap nima, startap tarifi, baholash metrikalar, startapning bosqichlari, qanaqadir ichidagi gaplarni chiroyli qilingan, yozilgan gaplarni, raqamlarni ko'rsatib beradi bizga. Bo'limlarga bo'lib bergan, qaranglar. Shunchaki matn bermayapti, shunchaki matn ham berdim. Undan tashqari bizga sayt ko'rinishida alohida o'qishga qulay bo'lishi uchun ko'rinish ham qilib berdi. Bu faqat YouTube. Aytganimdek, bu yerda bitta sayt emas, bir necha sayt. Aytaylik, raqobatchilaringizni 10 ta sayti bo'lsa, 10 ta sayt tahlil qo'yib turib, hammasini analiz qilib chiqqanda, menga eng kerakli nuqtani aniqlab, mana saytimdan farqini ko'rsatdi va o'shalarni men qila olay desangiz, uni ham ro'yxat qilib chiroyli qilib bera oladi. Xullas, bu yerda ham tasavvuringiz bilan cheklangan. Xohlagan saytingiz bilan xohlagancha gaplashsangiz bo'ladi. Sayt bilan bir necha sayt agar bir-biriga ulamoqchi bo'lsangiz, sabachkani bosasiz, keyin saytni ko'rsatasiz va boy yetganimdaqa 10 ta aytaylik saytni yig'ib olib, 10 ta saytga aloqador savollarni bersangiz ham bo'ladi. To'rtinchi instrumentimiz bu Notion. Juda ko'pchilik Notion'ni bilsa kerak. Agar bilmasangiz, hali ham siz Google dokument yoki Word ishlaydigan bo'lsangiz, Notion'ni maslahat beraman. Biz kompaniyamizga aloqador har qanaqa matnga aloqador narsalarni Notion'da saqlaymiz. Undan tashqari, men o'zim shaxsiy matnga aloqador narsalarni hammasini Notion'da saqlayman. Hozir o'zimkini qisqa ko'rsataman. Bu mana men o'zimning Notion'im. Bu yoqda o'rganadigan narsalarim, kitob o'qisam, kitobdan o'qigan narsalarimni yozib qo'yaman. Nimadir uchrashuvga borsam, uchrashuvdan yozilgan narsalarni Notion'da saqlayman. Ijtimoiy tarmoqlarga yozadigan, mana hozir misol YouTube uchun yozadigan skriptlarim, Instagram uchun hammasini men Notion'da ishlataman. Bu yoqda jadvallar tuzsangiz bo'ladi. Hozir mana jadvalni ham ko'rsataman. Xo'p. Bu yoqda jadvallar, ro'yxatlar tuzsangiz bo'ladi, vazifalarni boshqarsangiz bo'ladi. Faqat bu yoqda hujjat boshqarish emas, balki to'laqonli biznesingizni boshqarsangiz ham bo'ladi. Xodimlarni shu qo'shib qo'yasiz, vazifalarni boshqarasiz va dashbordlar qolsangiz bo'ladi. O'ziga kim nechta vazifa qildi, hisobotlar. Ichida eng qulay narsasi bu yerda sun'iy intellekt bor. Aytaylik, buni ichida sizda 200 ta hujjat bor. O'shani ichidan aynan sizga kerak qismini, mana o'ng tarafda burchakda sun'iy intellekt bor. Savol beradigan bo'lsangiz, butun 200 aytaylik nimadir esingizdan chiqib qoldi, qaysi uchrashuvdan nimadir gap kerak sizga, mana shu sun'iy intellektdan shunaqa gap bor edi, shuni topa olmayapman desiz, bu kerakli joydan sug'urib kelib, o'shani sizga matn qilib
bu yoqda ko'rsatib beradi. Undan tashqari sun'iy intellekt bu yoqda nima jadval bo'lsa, ro'yxat, endi juda ko'p narsa qilsa bo'ladi. Notion ichida hammasiga ishlatsa bo'ladi. Aytaylik, siz uzun ro'yxat berdingiz, mana aytaylik uchrashuvni matnini berdingiz, gaplashganingiz 1 soatlik matn turib, buni ichiga tashab turib, shuni ichidan menga zadachalarni, ya'ni vazifalarni sug'urib bergan desangiz, o'zi vazifalarni sug'urib, mana bunga o'xshagan chiroyli ko'rinishga olib kelib beradi. Ishlatishga juda qulay. Aytganimdek, bu instrumentlar hammasiga hozir kirib chiqamiz deydigan bo'lsak, juda ko'p vaqt ketib qoladi. Notion deb yozadigan bo'lsak, 100 ta kommentariy yig'ilsa, Notion haqida alohida video ham chiqaramiz. Yana bitta narsa, mana kompaniyamizni qanaqa ishlatishimizni ham ko'rsatib keta qolaylik. Mana kompaniyamizda bizda jamoa bor. Jamoani ichida kimki bo'lsa, unga aloqador ma'lumotlar ko'rasizlar. Mana jamoaning ma'lumotlari, hujjatlar, portfolio, moliya qismimiz, sotuv qismimiz, mijozlar, mijozga aloqador hujjatlarmi, kelishuvlar bormi, tizimlashtirish, xodimni olib kelganda qayta-qayta bitta narsani gapiramiz-ku, qo'llanma qilib qo'yish, xodim kelganda onboarding deyiladi. Ya'ni ishga kirishib ketish uchun tez hujjatlar, hamma xullas mana shu korxonadagi aloqador ma'lumotlarimiz, bazamiz, bilimlar bazamiz mana bu masjidda bizda Notion turadi. Keyingi sun'iy intellekt instrumenti Notebook LM. Bu mohiyatan nimaga yordam beradi? Siz doimiy nimadirlarni o'rganib yuradigan odam bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi foydasi siz internetda qidirasiz, to'g'rimi? Eng muammo narsa cho'qib o'rganishga to'g'ri keladi. Miyangizda o'z tuzib olishingiz kerak haligi xaritasini. Bu instrument sizga aytaylik YouTube video bo'ladimi, veb-sayt bo'ladimi, PDFlar bo'ladimi, qanaqadir dokument fayllar bo'ladimi, hammasini bitta joyga qo'yasiz. Aytaylik, bilmayman, raketa qurishni o'rganmoqchisiz. Yangi mavzu, umuman hech narsani tushunmaysiz. Buning ichiga shunga aloqador YouTube'larni, hamma resurslarni yig'ib qo'yadigan bo'lsangiz, siz shu resursga aloqador xohlagan savolingizni bersangiz bo'ladi. Misol uchun, menga shu resurslardan foydalanib shu mavzuni o'rganish bo'yicha xarita tuzib ber desangiz, uzun xarita tuzib beradi. Undan tashqari mana hozir ekranda ko'rsataman. Mana chap tomonda bizda resurslar turibdi. YouTube bormi? Misol bilan ko'rsatgan yaxshi. Dargoh degan loyiha bilan shug'ullanganmiz. Hozir oila bo'yicha muammolar juda ko'p, bilsanglar, shu muammolarni hal qiladigan kurslar chiqarganmiz. Mana shu yoqda men o'zimning Telegram kanalida postlar yozardim. Xullas mana shu chap tarafda hamma ma'lumotlarni yig'ganman, o'zimga kerakli kanallardan, YouTube'lardan va bu yoqda podkast qilganman. Eng zo'r foydasi shu. Siz mana shu yoqda yig'gan resurslaringizga asoslanib podkast qilsangiz bo'ladi. Faqat o'zbek tilida emas, muammosi shunda. Agar til bilmasangiz, ingliz tili, rus tilida podkast qilib ishlatsa bo'ladi. Mana hozir bosaman. 15 daqiqalik menga podkast qo'ying. Yana bitta zo'r nuqtasini aytaymi? Interaktiv podkast qilsa bo'ladi. Ya'ni siz tasavvur qiling, mehmonga chaqirishgan bitta podkastga. Bu yoqda siz xuddi mehmonga o'xshab podkast ichida savol bersangiz bo'ladi. Buning ichida ikkita odam gaplashadi. Siz uchinchi odam bo'lib qo'shilib, orada savol tashlab tursangiz, siz savolingizga tabiiy odamga o'xshab javob beradi. Undan tashqari yana instrumentlar ko'p. Mana hozir ko'rsatib o'tay sizga. So families are changing all over the world. And how those change. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. What kind of changes? Can you explain more? Oh yeah, let's hear it. What kind of changes are they? Can you tell about changes more? That is a great question. And there are some really striking shifts happening right now. Okay, let's unpack this because it is not just one thing changing. What's fascinating here is how the data show. Ko'rasizlar, bizning savolga xuddi odamga o'xshab javob beradi, juda qiziq. Bundan tashqari ko'p narsalar bor ichida. Misol uchun o'sha mavzuga aloqador siz testlar qilmoqchisiz. Sun'iy intellekt o'zi siz chap tomonga yig'gan resurslaringizga asoslanib test tuzib beradi. Mind map qilsa ham bo'ladi. Siz xotirangizda yaxshiroq saqlamoqchisiz ma'lumotlarni. Mana bunaqa daraxt ko'rinishida ichiga kirib ketadi. Yodlashingizga oson bo'lishi uchun bu sizga daraxt chizmasini tuzib beradi. Ichida juda ko'p narsa bor, hammasini tushuntirib o'tirmayman. Mind map video sizga qilib beradi, yasab beradi. Sizga prezentatsiya yasab beradi. Siz 20-30 slaydli mana shu mavzuni to'liq tushuntiradigan sun'iy intellekt o'zi chiroyli prezentatsiyalar yasab bera oladi. Undan tashqari flash card degan narsa bor, yodlashga oson bo'lishi uchun. Aytaylik, ingliz tilida so'zlar yodlashgan, yoshligingizda ingliz tilini o'rgangan bo'lsangiz, so'z qo'yiladi, chap tomonni bekitib o'tirasiz-ku, bekitib turib, keyin ochasiz, yodlayotgan paytingizda. Xuddi shunaqa sizga flash cardlar qilib bera oladi. Savol beradi, tagida bekingan turadi, o'zingiz uchun javob berasiz, keyin ustiga bossangiz javob chiqib keladi. Xullas kalom, o'rganish uchun zo'r instrument. Doimiy o'rganishda bo'lsangiz, mana shu instrumentni
foydalanadigan bo'lsangiz, xotirangizga 5-10 karraroq ma'lumotlar tezroq kiradi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu instrumentlar kimlarning o'rnini bosadi? Birinchi o'rinda konsultantlar o'rni. Siz to'g'ri ishlatarsiz va tepada ko'rsatganimdek savol to'g'ri beradigan bo'lsangiz, sizga maslahat beradigan odam o'rnini bosadi. Ikkinchi, moliyachilar. Moliyachilarga siz fayl tashlab, analiz qilib bermaysizda 200 megabaytli Excel tashlasangiz ham 200 10 ta fayl hammasini analiz qilib sizga haqiqatda moliyaviy tadqiqot qilib beradi. Uchinchisi dizaynerlar. ChatGPT'ning ichida rasm generatsiya qilib beradigan instrumenti bor. Siz savolingizni tashlab, o'zingiz sekundlar ichida rasm yasasangiz bo'ladi. To'rtinchisi sekretarlar. Siz yordamchingizni o'rnini to'liq sun'iy intellekt o'rnini bosadi. Bitta yordamchingiz ishga ulgurmayotgan bo'lsa, bu sun'iy intellekt 5 ta yordamchini o'rnini bemalol bosadi. Umumiy oladigan bo'lsa, faqat bu xodimlar emas, boshqa xodimlar o'rnini ham bosishi mumkin. Endi aytganimdek, tasavvuringiz chegarasiga bog'langan. Siz o'rningizni ham bosib qo'yish mumkin. Xodimlaringiz o'rnini bosmasligi uchun o'zi sun'iy intellekt odam o'rnini bosmaydi. Buni to'g'ri ishlatgan odam sun'iy intellekt ishlatmagan odamning o'rnini bosadi. Bu instrumentlar siz o'rningizni bosmasligi uchun agar xodim bo'lsangiz, tadbirkor bo'lsangiz ham siz o'rningizni bosmasligi uchun siz bilan ishlatib boshlashingiz kerak. Chunki agar ularni ishlatmaydigan bo'lsangiz, raqobatchilar ishlatayotgan sun'iy intellektni yaxshi ishlatayotgan raqobatchilar siz o'rningizni bosadi. Bizning o'zimizda ham hozir mana real 30 ta odam o'rniga 10 ta odam ishlaymiz. Mana sun'iy intellektlar natijasida necha pul to'laysiz? Oyiga $100, $200 obunasiga to'laysiz. Shuni o'rniga biz 3 karra kamroq, balki 5 karra, balki 10 karra kamroq odamlar ishlatamiz. Sun'iy intellektga aloqador yana nimadirlar qiziqtiradigan bo'lsa, izohlarda qoldiradigan bo'lsangiz, keyingi videolarda biz sizni izohlaringizni hisobga olib videolarni qilib boramiz. Obuna bo'ling, chunki bu videolar tarqalishi uchun like, obuna, izoh yozadigan bo'lsangizgina qolgan odamlarga tarqaladi. Zamondan orqada qolib ketmaslikka harakat qiling, chunki raqobatchilarga yutqizib qo'yishingiz mumkin. Salomat bo'ling.